Assalomu alaykum. Sizlar bilan majburiy matematika kursining ikkinchi mavzusi, ya'ni algebrik ifodalar mavzusini boshlaymiz. Biz birinchi mavzumizda ko'rib chiqdik natural sonlarni, sonning darajalarini va hokazo to'p sonlar, murakkab sonlar barchasini ko'rib chiqdik va agar siz ikkinchi darsdan kuzatayotgan bo'lsangiz, birinchi darsni ko'rib olishingizni maslahat beraman. Nimagaki, birinchi darsga ikkinchi dars ustiga quriladi. Shu sababli ozgina berilgan tushunchalarni tushunmay o'tib ketishingiz mumkin. Hop, ikkinchi mavzuga keladigan bo'lsak, bu algebrik ifodalar mavzusi. Algebrik ifodalarning ikki turga bo'linadi. Birinchisi bir hadlar, ikkinchisi ko'p hadlar. Bir had degani nima degani? Nom bilan ko'rinib turibdi. Faqat bitta hadi bo'lsa, u bir had hisoblanadi. Masalan, biz olyapmiz 3x ning kvadrati. Masalan, 3x ning kvadrati bu bir had. Chunki bitta haddan iborat xolos. Masalan, minus 5a s dedik. Minus 5ac. Bu ham bir hadga misol bo'la oladi. Endi ko'p had. Ko'p had degani nima degani? Ko'p had degani bir nechta haddan iborat bo'ladi. Masalan, x kvadrat qo'shamiz 2x qo'shamiz 1. Masalan, bu ko'p had. Masalan, x ning kubi qo'shamiz 7. Bu ham ko'p had, ya'ni bu ham ikkita haddan iborat, bu 3 ta haddan iborat. Ya'ni bir had nom bilan aytilyapti, faqat bitta haddan iborat. Ko'p had bir nechta haddan iborat bo'lar. Endi demak, bu ko'p had va bir hadlar ustida amallarni bajarishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib bir hadga ko'p hadni ko'paytirishdan boshlaymiz. Masalan, bizga x qavs ichida y qo'shamiz z teng. Endi x ni y ga ham z ga ham ko'paytiramiz. Bir hadni ko'p hadiga ko'paytirishning nomi taqsimot qonuni. X y taqsimlanadi, x z ga ham taqsimlanadi. Ya'ni x ko'paytiramiz, y ko'paytiramiz, qo'shamiz x ko'paytiramiz z. Oldingi testimizni ko'rgan bo'lsangiz, biz ikkala ifodada ham x borligi uchun x ni qavsni tashqariga chiqarib yubordik. Endi bu mavzuda bularni har bittasiga tegishli qilib hisoblashni o'rganyapmiz. Endi misol ko'radigan bo'lsak, masalan, biz 8 ko'paytirib, masalan, 52. 8 ni 52 ga ko'paytirish qiyin, ya'ni og'zaki ko'paytirish qiyin. Shu sababli biz 8 ko'paytirib qavs ichiga mana 52 sonini 50 qo'shamiz 2 deb yozib olamiz. 50 qo'shamiz 2 teng 8 kara 50 400 beradi bizga. Qo'shamiz 8 kara 2 16 va natijada 416 degan javobimiz chiqadi. Yozib olishingiz uchun 3 soniya vaqt beraman. Videoni to'xtatib yozishingiz mumkin. 3 2 1. O'chirib olamiz. Endi bir hadni bir hadga ko'paytirib ko'rdik. Endi ko'p hadni ko'p hadiga ko'paytirib ko'ramiz. Masalan, x qo'shamiz y, ayru ham qilaylik bitta. Z ayiramiz k. Teng. Endi biz taqsimot qonunini bitta uchun ko'rdik. Endi ikkita uchun ham ko'ramiz. X ni z ga ham k ga ham ko'paytiramiz, y ni z ga ham k ga ham ko'paytiramiz. Ya'ni har bir ko'p hadni, har bitta hadini ikkinchi ko'p hadiga har bitta hadiga ko'paytirib chiqamiz.
x ni z ga ko'paytirsak, x ko'paytiruv z ayiramiz. X k ga ko'paytirsak, x ko'paytiramiz k plus y ni z ga ko'paytirsak, y ko'paytiramiz z ayiramiz. Y ni k ga ko'paytirsak, y ko'paytiramiz k. Endi bu ko'p hadga ko'paytirishni misolda tushuntiradigan bo'lsak, misol ko'radigan bo'lsak, bizga berildi 22 ko'paytiramiz. Masalan 46. Buni shunday ko'paytirish qiyin. Endi biz yozib olamiz. 22 ni 20 qo'shamiz, 2 deb yozib olamiz. Ko'paytiramiz. 46 ni 50 ayiramiz 4 deb yozib olamiz. Endi 20 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 20 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1000 ayiramiz. 20 ni 4 ga ko'paytirsak 80 qo'shamiz. 2 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak 100 minus 2 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8 teng. 1000 dan 80 ni ayirsak 920, 920 ga 100 ni qo'shsak 1020, 1020 dan 8 ayiradigan bo'lsak 1012. 1012 degan javob chiqadi. Demak, bu 22 ni 46 ga ko'paytirsak ham 1012 degan javob chiqishi kerak. Kalkulyatorda ko'paytirishingiz mumkin yoki ustun shaklda ham ko'paytirib qo'yishingiz mumkin. Birinchi o'rinda yozib olishingiz uchun 3 soniya vaqt beraman. 3 2 sonning darajasini ko'rganmiz. Sonning kvadrati bu sonning o'ziga o'zini ko'paytirish. Sonning kvadrati sonni o'zini o'ziga ko'paytirish. Endi ko'p hadning ustida ham daraja bo'ladimi? Bo'ladi. Algebrik ifodalarda, balki algebrik ifodalarda, balki barcha matematika kursida, matematika fanida eng mashhur formulalardan bittasi bu qisqa ko'paytirish formulalar. Qisqa ko'paytirish formulalarining birinchisini ko'rib chiqamiz va isbotlab beraman. Qolganlarini o'zingiz o'rgatib qo'yganimdek qilib isbotlashingiz mumkin. Birinchisini ko'ramiz. Qarz ichida x qo'shamiz y ning kvadrati. Ya'ni bizda yig'indining kvadrati deyiladi. Yig'indining kvadrati. Buni formulasini yozib olaylik. Birinchi x ning kvadrati plus 2x y qo'shamiz y ning kvadrati. Demak, biz formulani yozib oldik. Birinchisi deb qo'ydik yana. Birinchisi formulani yozib oldik. Endi buni isbotlaymiz. Qanday qilib isbotlaymiz? Pastga yozamiz. X qo'shamiz y ning kvadrati teng sonning kvadratida sonning o'ziga o'zini ko'paytirish. Ya'ni x plus y ni x plus y ga ko'paytiramiz. Hozir darsda aytganimdek x ni x ga ham y ga ham ko'paytiramiz, y ni x ga ham y ga ham ko'paytiramiz. Boshlaymiz. X ni x ga ko'paytirsak x ning kvadrati, x ni y ga ko'paytirsak plus x y plus y ni x ga ko'paytirsak x y plus y ni y ga ko'paytirsak y ning kvadrati teng x kvadrat o'zi turadi plus x y ga x y ni qo'shsak 2x y. Masalan, a ga a ni qo'shsak 2a bo'ladi. Xuddi shu bilan 2 x ko'paytiruv y ko'paytiruv bo'lmasa ham bo'laveradi. Plus y ning kvadrati. Demak, birinchi formulasi isbotlandi. Endi ikkinchisini yozaman. Ikkinchisi xuddi shu
formulaning minusligi, ya'ni ayirmasi. Bu nima deyiladi? Ayirmaning kvadrati. Bunda birinchi formuladan farqi 2x y ning oldi ayirish bo'lib qoladi. Bo'ldi, boshqa farqi yo'q. Ya'ni bir-biriga o'xshaydi. Birinchi hamda qisqa ko'paytirish formulalarining birinchi hamda ikkinchi formulalar. Yozishingiz uchun 3 soniya vaqt beraman. 3 2 1. Endi uchinchisiga o'tadigan bo'lsak, uchinchisi birinchi va ikkinchisiga qaraganda o'zgacharoq. Ayrim joylari bir xil bo'lishi mumkin, lekin o'zgacharoq. Endi x ning kvadrati ayiramiz y ning kvadrati. X ning kvadrati minus y ning kvadrati. Buning nomi, bu uchinchisining nomi kvadratlar ayirmasi. Narg'inda ayirmaning kvadrati birinchi ayirib, keyin kvadratga ko'tarardik. Bunda kvadratga ko'tarib olib, keyin ayiramiz. Ya'ni kvadratlar ayirmasi. Buni yoyib chiqadigan bo'lsak, x minus y x plus y. Ya'ni bitta ayirmasi, bitta yig'indisi. Demak aytishim mumkin, bitta ayirmasi, bitta yig'indisi deydigan bo'lsak, bitta pluslik, bitta minuslik desa, shu esga tushirish kerak. Bitta pluslik, bitta minuslik. Bo'ldi, kvadratlar ayirmasi ekan. Bitta pluslik, bitta minuslik. Bo'ldi. Kvadratlar ayirmasi ekan. Shu esga tushirish kerak. Endi to'rtinchisi, endi kvadratlardan kvadratlilar tugadi, endi kublilarga o'tamiz. X qo'shamiz y ning kubi, ya'ni yig'indining kubi. Qanday bo'ladi? Birinchisining kubi formulani yozadigan bo'lsak, birinchisining kubi plus 3 x ning kvadrati y qo'shamiz 3 x y kvadrat plus y ning kubi. Va to'rtinchi qisqa ko'paytirish formulasi mana shundan iborat. Beshinchisiga o'tadigan bo'lsak, beshinchisi xuddi shuning manfiy ishoralisi. Teng. Endi bu kvadratlida bitta joy o'zgardi, kublida ikkita joy o'zgaradi. Ya'ni x ning kubi, yaxshilab e'tibor beramiz, ayiramiz 3 x ning kvadrati y qo'shamiz 3 x y kvadrat minus y ning kubi. Ikkita joy. Bu yerda plusida minus bo'lib qoldi, bu yerda plusida minus bo'lib qoldi. Va 5-chi qisqa ko'paytirish formulasini ham biz yozdik. Endi men isbotlab berganimdaqa sonning kubi degan nima degani degan savolga, sonning kubi bu o'zini 3 marta ko'paytirish. Ya'ni xuddi 3 marta ko'paytirib chiqsangiz, mana shu hosil bo'ladimi degan savolga javob berishingiz mumkin. 6-chisi, endi x ning kubi minus y ning kubi. Ya'ni kublar ayirmasi. Endi bu umuman o'zgacha yoyiladi. Masalan, bu kvadratlar ayirmasida bitta plusligi, bitta minusligi bo'lib yoyilgan bo'lsa, endi kublar ayirmasida boshqacharoq bo'lib yoziladi. Yozamiz. X minus y ko'paytirib ikkinchi qavs x ning kvadrati plus x y plus y ning kvadrati. Yoyilishini ko'rdingiz. Endi tekshirmoqchi bo'lsangiz, x ni x kvadratga, x ni x y ga, x ni y kvadratga ko'rib bittadan ko'paytirib, ya'ni ko'pxatni ko'pxatiga ko'paytirib, bemalol hisoblab ko'rishingiz, isbotlab ko'rishingiz mumkin. Endi 7-sida x ning kubi
plus y ning kubi. Endi shu o'rinda savol tug'ildi. Nimaga kvadratlarning yig'indisi yo'q-ku, kublarning yig'indisi bor degan savol beradi. Bizga kerak emas kvadratlarning yig'indisi. Bizga faqat kublarning yig'indisi beriladi, kvadratlar yig'indisi berilmaydi. Agar xohlasangiz kvadratlar yig'indisini ham bundan keyin isbotlab qo'yishingiz mumkin. Endi kublarning yig'indisi bu kublarning ayirmasidan ikkita joyda farq qiladi xolos. Hozir ko'rib chiqing, yaxshilab e'tiborli bo'lib turing. X qo'shamiz y, mana birinchi joyi. Ikkinchisi x ning kvadrati ayiramiz x y qo'shamiz y ning kvadrati. Ikkita joyda bu yerda plus minus bo'lib qoldi, bu yerda minus plus bo'lib qoldi. Ya'ni endi bemalol bu kichik ko'p hadni katta ko'p hadga ko'paytirib turib hisoblab qo'yishingiz mumkin. Endi sizlar uchun x kvadrat plus y ning kvadratini ham isbotlab beramiz. Strelka qo'yib turamiz. Biz bildik x ning kvadrati plus 2xy plus y ning kvadrati bizga x plus y ning kvadratini berdi. To'g'rimi? Endi undan so'ng yozib olamiz. X ning topib olamiz. X ning kvadrati plus y ning kvadrati teng. Bu yerda qo'shuv x y ni bu yoqqa ayirish qilib o'tkazib olamiz. Ya'ni x plus y ning kvadrati ayiramiz 2x y. Demak, x ning kvadrati plus y ning kvadrati x plus y ning kvadrati minus 2xy degan ifodaga kelib qolar ekan. Shuning bilan bugungi algebrik ifodalar mavzusi yakunlandi. Bu video darsdan keyin test tashlanadi. Testni bemalol ishlab botga jo'natishingiz mumkin. Botga jo'natishda birinchi o'rinda ism familiyani kiritasiz. Undan so'ng testning raqami bo'ladi. O'tgan testga 5 bo'lganda, masalan 5 yulduzcha qilib, o'rtasiga virgul ham, son ham qo'ymasdan 20 ta javobingizda, masalan A, B, C, D, C, B qilib 20 ta savolingizni kiritasiz va enter tugmasini bossangiz, ya'ni jo'natish tugmasini bossangiz, sizga nechta misol ishlaganingizni ko'rsatib, tahlil qilib beradi. Va misollarni tushunmaganingizni pastda havola qoldiraman. O'zimni lichkamga bemalol yozishingiz mumkin. Shuning bilan darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling.